Assalomu alaykum do'stlar. Biz Xitoy davlatining Yiwu shahridamiz. Guanzhouda katta vistivkamiz bo'ldi. O'sha vistivkani o'tkazib, Guanzhouda bir hafta turib, endi Yiwu shahriga keldik. Men befarosatni qarang endi. Tak, Yiwu shahri Guanzhoudan ancha hamyonbop, qulay, zo'r shahar ekan. Hamma narsa arzon, kiyim-kechaklar optim. Faqat bitta problema ovqatlari muammo ekan. Ovqat topib yeyishda halol choyxona topib, Uyg'urlarnikini yoki turklarnikini topib yeyish sal qiyin bo'layapti, lekin meva-cheva yeb shunday o'tkazyapmiz. Hozir mana Yivuda aylanishga chiqdik shaharga. Shahar o'ta toza, o'ta ham. Oppoq naski kiyib yursangiz, chang bo'lmaydigan darajada toza shahar. Mashinalar xilma-xil. Lyuboy mashinalar bor. Xitoyliklarda bitta narsa juda ham bir rivojlangan ekan. 1 million, 5 million dollar puli bor odam ham ko'p mashina minmas ekan. Endi biz Yiwu shahrida ham vistivkada bo'ldik. Undan keyin Guanzhou shahrida ham vistivkada bo'ldik. Ishlab chiqarish shunaqa bomba, shunaqa rivojlanib ketgan, endi asti so'ramang. Mana oddiy misol hozir mana qisqichbaqalar mana shuni bilan mazza qilib yeydi. Bu yerda harom narsa juda ham ko'p. Sichqon, qurt qumursqa, mana shunaqa cho'chqa go'sht, it go'shti, mushuk go'shti, hamma narsa yeyaveradi. Mana Xitoy do'konlarini ham bir syomka qilaman. Bular menimcha shu vino, vodka. Mana. Ni hao. Tushunmadi nimaga syomka qilayotganimni ham. Mana bu yerda vobshi Xitoyda har xil millat mansub odamlar bor. Negr ham bor, Amerikans ham bor, Yevropan aholisi ham bor. Mana Guanzhou shahrida bo'lganimizda endi menda ikkita telefon bor. Bu yerda Telegram, YouTube, WhatsApp hammasi через VPN orqali ishlaydi. Sim kartani VPN bilan ustanovka qilish $50. Bitta telefonimga ustanovka qilganman, ko'p syomka qilganman, iPhone'da syomka qilganman, iPhone'da VPN bo'lmagani uchun qo'ya olmayapman. Shahar Yiwu shahri unaqa ko'p baland binosi kamroq, lekin Guanzhou Amerika bo'lib ketgan. Guanzhou Amerika bo'lib ketgan mana. Bu Yivuda ja unaqa ko'p emas. O'shaning uchun telefonlarimiz ham ishlamayapti. Juda ko'pchilik bizga aloqaga chiqyapti. Nimaga telefoningiz o'chiq? Kavrak dorilar masalasida. Undan keyin urug', ko'chat, pichoqlar masalasida. Mana meva-cheva do'konlarida lekin lyuboy meva-cheva bor mana. Lyuboy meva-chevani xohlagan turidan bemalol yeyaverasiz. Mana. Ni hao. Tak. Chaqchuqlar ham sotar ekan. Mana. Hello. Kitayskiy yong'oq. How much? Bular ko'p videoga olganni yoqtirmas ekan. Hozir mana yomg'ir mayim yog'ib turibdi. Shahar juda tinch,
Probka yo'q. Mashina, xalq, aholi juda ko'p, lekin probka yo'q. Mana. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, tez orada qaytamiz. Inshaalloh. Kimga nima kerak bo'lsa, sekin-sekin bajaraveramiz. Endi biz bu yerga to'g'risi ishlab chiqarish yo'nalishini, liniyalarni, zavod, fabrikalarni ko'rish maqsadida keldik. Xudo xolasa o'zimizga manfaatli bo'lganini olamiz, qo'llaymiz inshaalloh. Xudoning fazli bilan avvalambor Xudo qaysi yo'nalishda rizqimizni bersa. Endi qo'shimcha ish tarafdan kelganmiz. Bizda o'sha telefon nomerlarimiz o'zgarmagan. 94lik 522 18 81. Shu nomerlardamiz, aloqaga chiqasizlar. Kofe, keyin kofe masalasini ham aytib, bu yerga kofe ham Malayziyaning bitta hayvoni bor. O'sha hayvonga yedirib, uni axlatini kofe qilar ekan. Kofeda ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana meva-chevalar turi bilan o'ta go'zal. Kofe ichishda ham Xitoyda ehtiyot bo'lasizlar. Starbucks'lar-ku вообще mumkin emas. Bu yerlar mana shu nimadirlar. Bu yerlar o'zining do'koni. Allambalo narsalar bor xullas. Aloqaga chiqasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.